Turkiyalik professor doktor bilan gaplashganimda belgiyskiy parodani Galstein 4-5 tug'ishlariga, Simmental 4-5 tug'ishlariga chisti original urug'ini qo'ysang, yuqoridagi yelkalari, orqalari hammasi birga bir chiqadi dedi. Ya'ni plemennoy molga, zo'r kachtivniy molga qo'yish kerak. Jaydar molga qo'yib ham ayrimlarga o'xshab o'zimizni местный paroda ola-bula bo'lib qolsa belgiyskiy bo'lib qolavermaydi-da. Belgiyskiyni o'zi ajralib turadigan joyi muskuli, ajralib turadigan joyi ko'ti, orqa tarafi ya'ni. Vot. Shuning uchun iltimos sizlardan O'zbekiston veterinarlari bir menga yozishdan oldin o'zlaringiz to'g'ri ma'lumotni xalqqa beringlar, men sizlarga o'zim chiqaman. Agar siz isbotlab qo'ysangiz, mana bu urug'dan mana shunaqa mol olindi, mana molning orqasi, mana molning yelkasi, mana molning o'zi deb. Agar belgiyskiga o'xshatadigan veterinar bo'lsa, bir хотя бы 70%. Хотя 70% orqalari, yelkalari. Men o'zim besplatniy reklama qilib beraman, ustingiz uchurt bo'ladi. Kerak bo'lsa borib, vodiydan, vohadan, u Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xorazm, Qoraqalpoq, ishonavering, kuniga $100 ishlaysiz kerak bo'lsa, kuniga, har kun $100 ishlaysiz. Men sizga garantiya beraman. O'zim maqtab, mana shu doktor mana gapiga javob berar ekan, shu belgiyskiyni o'zini qo'yib berar ekan deb. Birinchidan продажа Galstein Simmental вообще ko'payadi. Ikkinchidan belgiyskiy ko'payadi O'zbekistonda. O'zbekistonda belgiyskiy ko'paysa, uni sun'iy urug'lantirishdan tugul, живой urug'lantirish ham rivojlanib ketadi. Bu O'zbekistonga juda ham katta plus bo'ladi. Juda katta plus bo'ladi.